we will learn about the hydrolysis of sucrose. Sucrose is the table sugar, ya'ni saxaroza biz bilamiz, kundalik turmushdagi oddiy qand bo'lib hisoblanadi. It's made of two simple sugars, fructose and glucose. Yes, ya'ni disacharid hisoblanadi. Saxaroza tarkibi glukoza va fruktozadan iborat. So today's experiments we will learn about hydrolysis of sucrose. Yani this experience help me Quadrala and Cranby conduct this experiment. So let's start today's laboratory experiment. Yani bu yerda bizlar saxarozaning gidrolizini ko'ramiz va gidroliz mahsulotlarining bisulfati va natriy gidroksid bilan reaksiyasi natijasida qizil cho'kma hosil bo'lishini isbotlaymiz. So let's start. Demak, bizga kerak bo'ladi. Ishqoriy eritmasi. Sodium hydroxide. Misik sulfat eritmasi. True sulfate solution and saxaroza eritmasi. Sucrose solution. Keyin and the sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid. It's a glucose solution, yes. We add a few drops of sulfuric acid. Drop a few drops of sulfuric acid. Be careful, it's an acid. Don't you? And we heat it. Yani aralashmani qizdiramiz. Bu yerda hozir saxarozaning gidrolizi ketyapti. After heat, sucrose is formed, glucose and fructose. So, stop. Buni to'xtatib qo'y. Endi buni nima qilamiz? Suv hammomda salqin suvga solib ko'ramiz. Ostida ozginasi qoldi shekilli. Bu yerda endi bizlarda gidroliz reaksiyasida glukoza, fruktoza hosil bo'lishini isbotlashimiz kerak. Glukozaga aynan sifat reaksiyasini ko'ramiz. Bu qaynatib solution. Yani bu aralashmani biz sovutamiz. Sovudi. So and we add a small amount of sodium hydroxide to neutralize it. Yani neutralash uchun natriy gidroksid eritmasini qo'shamiz. So, and add a small amount of copper true sulfate. And then we heat the solution. Yana qizdiramiz. Chunki bizlarda o'tgan safardalar ko'rdik, brick red precipitate, ya'ni qizil cho'kma hosil bo'lishini ko'ramiz. Glukozaning oksidlanishi. The oxidation of glucose reaction. Avvaliga sariq rangli cho'kma hosil bo'ladi, misning bir valentli gidroksidi.
Ya'ni so'ng agar qizdirishni yanada davom ettirsak, misning ikki valentli, bir valentli oksidiga aylanadi. O'sha bizlarda birinchi reaksiyaning ketdi, sariq rangli cho'kma hosil bo'ldi, ko'ryapsizmi? Copper-1 hydroxide. Qizdirish davom etsa, misning bir valentli oksidi hosil bo'ladi. Ya'ni bizlar saxarozani avval gidrolizadik va gidroliz mahsulotiga glyukoza borligini isbotlash uchun shu mis sulfati bilan natriy UH'dan foydalandik. So we see a brick red precipitate copper-1 oxide. Second experiment. Ya'ni bu reaksiyamizda bizlar saxarozaning ko'mirlanish reaksiyasini ko'ramiz. We will observe what happens when sucrose reacts with sulfuric acid. Sucrose is a type of sugar. It contains carbon, hydrogen, and oxygen. Now let's start the second experiment. So take a new test tube and we add a table sugar, ya'ni saxaroza bu kundalik turishimizda foydalanadigan, and add a small amount of sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid. O'rtasida mana quyida. Bo'ladimi shu? Tasalayman. Bo'ladimi? Bo'ladi. Men salayman. Yo'q, hozir. After a short time, the mixture turns black and bu yerda, ya'ni reaksiyaning boshlanishi kuzatilyapti, ya'ni qora rangli massa hosil bo'lyapti. This is called charring. Ya'ni sulfat kislota tarkibida o'zi suvni tortib oluvchi modda-ku. Gigroskopik. Gigroskopik. Suvni tortib oladi va bu yerda uglerodning, ya'ni hosil bo'lishini ko'rishimiz mumkin. We can see a hot black mass is formed here. Bu yerda sekin ketyapti-da endi reaksiya. Yana bitta ozgina salaymi yo? Voy, kitday deb anday yo'q, konsentrlangan bilan nesini tushib oldi-da, deb tasib shunaqa. Tagidan boshlash kerakmi? Tagidan mana qarab ko'rinsizmi, qora rangli massa hosil bo'lyapti. Ya'ni bu o'zi bir xil o'ylamaydi. Qattiq tozalash kerak. Yana bitta ozgina salaymi? sulfat kislotadanmi? Ya bo'ladi. Keyingi o'sha yerdan. Ko'pirib chiqadi mana. Toshib chiqish kerak. Yana bitta ozgina solish kerak. Mana fabrika devori bilan biz shu qandning ustiga solish kerak-da. This reaction is an exothermic reaction, ya'ni issiqning chiqishi bilan yuradigan reaksiya. Probirkada devorlari qizib boshlaydi. Bu yerda. Bo'ldimi? So we can see a black mass is called charring. Yes, ya'ni sulfat kislota bu yerda suvni tortib oladi.
sulfuric acid causes sucrose to lose water and form a black mass. So, thank you for your attention. Bugungi tajribamiz shu bilan tugadi. Saxarozaning tajribalari bo'yicha xastalarga oid tajribalar.